Oy do'stlar, havoni issiqligini qaranglar. Men chanqab ketdim. Suv beringlar. Hammasi sog'lom. Podpiskimni almashtirdim. Kompotga ekan, shu quyosh charaqlab turibdi. Men suvsab yuribman. Qanday qilib suv topsam bu yerda? Men isib ketyapman judayam. Menga suv ham yo'q hattoki. Qilich ham yo'q. Yaqinda like bilan bosib qo'yinglar. Yaqinda biz 200 ta bo'lishimiz kerak. Lekin men judayam isib ketyapman. Suv yo'q bu yoqqa. Qo'ylarni ham qaranglar, juni kaktusdan bo'lib yotibdi. Qanday chidayapti bular? Hattoki qo'y ham mendan yaxshi chidayapti. Men bu yerda battar suvsab ketdim. Ashaqa turib, hozir men ashaqa o'tiraman. Men judayam suvsadim do'stlar. Men hattoki pul 16 tagina qoldi. 16 ta izimot boshqa. O 2 ta non, mistek va boshqa umuman suvim yo'q. Mana shu mana ashaqa tayyorlab ketaman bularni. O'zim kelgandan keyin olaman. Yaxshi, ketamiz. Tog'ning ustiga chiqaylikchi. U quyosh charaqlab turibdi. Chiqamiz. Yurishga qo'lim qolmayapti do'stlar. Qishloqqa sen qanday kelib qolding bu yoqqa? Qishloqqa? Men shunchaki aylanib yuribman. Nima deysan? Narsa sotaman, olasanmi? Bo'ldi, rahmat. Chapga berganing uchun. Yana nima berolsan? Suv. Bo'ldi. Suv berganing uchun ham rahmat. Mazza do'stlar. Kommentariyga o'z fikrlaringizni ham yozib qo'yinglar. Albatta yozinglar. Sen hozir ketma. To'g'ashib o'tiramanmi? Sen pulingni boyitib olib kelsang olib kel. Olib kelaman. Shaqqa o'tirib tur sen. Mayli, yo'q, ketdim. To'xta. Nega ketyapsan? Hozir men pul olib kelaman. Tayyorlab ketgandim qilichim bilan pulni. Hozir olib kelaman, izimotda 16 edi. Mayli, o'tiraman. Men bilan ketishim kerak. Men isib ketyapman mana. Mayli, shaqqa o'tirib tur. Lamang bor ekan hattoki. Albatta bor. To'xta, ketma. Hozir men kelaman shu yerda. Chaqqa o'tirasan? Albatta, o'tiraman yoki yo'q. Senga nima? Mayli, o'tirasan. O'tir. O'tir shu yoqqa, baribir. Shu yoqqa o'tirib tur. Bo'l. Voy. Yaxshi. O'tirasanmi o'zim? Albatta o'tiraman. Ketgan bo'lsa ketaman. Mayli, o'tirsang o'tir, ketging kelsa ketmagin. Mayli, qashqa o'tirib tur. Faqat ketib qolmagin. Mayli, o'tirib tur, shaqqa. Suvim yo'q o'zim. Hozir olib kelaman, yaxshi. Qayerqa edi do'stlar, esimdan chiqib ketdi, bo'ldi, topdim. Mana. Judayam yaxshi bo'ldi. Shaqqa o'tiribsan, mana. Olib keldim. Albatta, endi sotib olishing mumkin. Mana xohlagan narsalarni. Bu yerdan oldik, mana ol. Oldi qol. Hozir to'xta olay. Yaxshi. Bo'ldi. Oldim, ishla. Yaxshi. Uy uchun kerakli narsalar. Bu judayam yaxshi. Hattoki xorotlar ham qichqirgan menga eshitilyapti, tushunasanmi? Bu judayam kulgili bo'lib qoldi. Sahrodan turib eshityapman xorotlar qichqirganini. Yaxshi, men ketdim, o'sha uy qilaman o'zimdan qayerdandir. Yaqin kelyapman. O'zi yetib qoldim men. Mana shu yerdan bo'ladi, shinam ekan yer. Ana shu yerdan quramiz. O'zimga kerakli narsalarni olaman. Bu qorasidan ekan, mayli bo'laveradi. Oyni ham quyoshdan o'tsa kerak, o'tmaydi. Yer, blok. Mana shundan quramiz do'stlar, bo'sta ekan. Yana mana o'zimizga qum ham olaylik, yetmay qolsa.
Уже ko'p bola olib qo'ydim do'stlar. Qumlarni yana olaveramiz tez. Уже 64 ta bo'ldi. Hozir qurishni boshlaymiz. Qumdan himoya qilish bu bo'ladi mayli. Bu yerda eshik. Bu yerdan o'raymiz, keyin dahshat chiqadi do'stlar oxirida uy. Men uy qurish bo'yicha ustaman. Yaxshi. Bu yoqni ham yopamiz, quyosh tushib turadi. Qurigunimizcha shuning uchun yopib qo'yamiz. Bu yoqqa endi darzani keyin qo'yamiz do'stlar. Bu yoqda ham yopamiz. Zo'r bo'lyapti. Oy do'stlar, qum tushib ketar ekan bu yoqqa qo'ysak. Bo'lsam eshik qo'yamiz va bu ko'tardi mana. Qum tushib ketmasa bo'ldi eshikdan. Sinib ketmasa yana eshik. Yana olamiz birozgina. Yetmay qoldi chunki do'stlar. 10 ta yetsam bu fantalar ham bor ekan. Fantalardan ham olib ichamiz. Qumlarni olsak bo'ldi. Yaxshi. 55 ta yetsa kerak. Hozir oynalarni qo'yamiz bu yoqqa. Mana 4 tali yaxshi himoya qiladi. Issiqdan ham quyosh tushib turadi. Bu yoqni ham yopamiz. Yaxshi, yana qayerga oyna qo'shsam do'stlar o'ylanib qoldim. Yiqilib tushdim, oyog'im og'riyapti. Yaxshi, endi tepasiga yopamiz. Yaxshilab yopib taylaymiz. Yaxshi, mana bu yoq issiqroq emas, pana bo'ldi. Issiqdan pana. Endi bu yoqni ham yopamiz, yaxshi bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ham chiqamizmi do'stlar? Yo'q, men juda ham charchadim. Kolalarni bittasini ichayda. Mana kola. Yaxshi. Do'stlar, yaxshi. Endi ikkinchi qavatga ham chiqsak bo'ladi. 12 qavat. Oy do'stlar, ko'zim og'ridi. Yomon charaqlab ketibdi quyosh. Endi ikkinchi qavatni ham sal bezaymiz bu yoqlarda. Unda qaladay bo'lyapti do'stlar, bunday yiqilib tushmaslik uchun. Bunday yugurib bilmay shoshilamizda qo'qilib tushadi. Qo'qilib tushaydi. Yaxshi. Endi bu yoqqa bitta daraxt o'stiramiz do'stlar. Mana bu yoqqa qo'yamiz da o'stiramiz. 1, 2, 3 o'sdi. Endi biz pana bo'lib o'tiramiz tepaga ham. Endi bu soya bo'lish uchun yanada bunday qilib qo'yamiz. Yaxshiroq soya bo'ladi. Endi zontiga ham qo'yamiz bu yoqqa. Pana bo'ladi. Keyin esa endi bizga mana sumkadan suv ham qo'yaylik. Bunaqa suv ko'p ekan. Suvga ham mazza qilamiz. Qaysi tomondan qo'ysam bo'ladi? Ammo mana bu yoqqa qo'yamiz. Mana. Shu yerni kovlaymiz. Mazzani endi suv bor. Endi bu yoqqa cheksiz suv. Bu juda ham yaxshi. Cheksiz suv olsak bo'ladi. Cheksiz. To'ldiramiz ammo bankalarni, idishlarni. Bo'ldi, endi mazza qilib ichamiz. Mazza do'stlar. Endi mazza qilib ovqatlanamiz. O'zimda suv oqib ketdi. Mazza qildim do'stlar. Mana yana o'tam o'stiramizmi bu yoqqa? Chiroyli ko'rinadi. Yaxshi bo'ldi. Endi bu yog'ini sal bu yog'ini boshqa yer qo'yamiz do'stlar, yer bloklarini qo'yamiz. Men kompotdan chopayotganim yo'q, tarjima qilyapman. Chopyapti deb o'ylamaylik yana kompotdan. Men tarjima qilyapman. Kompot videolari ruscha bo'ladi, sizlar tushunmaysizlar. Men sizlarga tarjima qilib chiqarib beryapman. Bemalol ko'rasizlar. Keyingi videoda ham tarjima bo'ladi. Yaxshi, kravat, yana pechka, yana
Vestak. Bu yoqqa endi sandiq va gilamchalar va fakel. Oynani qo'ysak bo'ldi. Oyna tursin bu yoqqa, mana bu yoqqa gilam to'shaymiz, qulayroq. Endi bu yoqqa yana nima qilsak, fakel. Bu yoqqa ham bitta, bu yoqqa ham bitta, bu yoqqa ham bitta. Va bittasini bu yoqqa qo'yamiz. Ajoyib. Endi suvlarni ham mana bunaqa o'tirib ichamiz. Mazza qilib. Mana bu ham qo'yamiz mana bu narsalarni bu yoqqa. Bu yoqqa va bunisini qo'ysak bo'ladi mana yoqqa. Ajoyib ko'rinyapti do'stlar. Quduqcha ham bor, endi bizga mazza qilamiz. O kola mazza ichamiz. Oy do'stlar. Olmacha ham bor do'stlar endi bizga. Kompot videosini tarjima qilyapsanmi? Olma ham tushdi bizga daraxtdan do'stlar. Suv oqib ketdi do'stlar. Yo'q. Suv oqib ketdi, tez boramiz. Olmalarni yeyaylik. Mana bu uyni ham betlarini chiroyli qildim. Ishonmasanglar ko'ringlar. Mazza bo'ldi endi uy. Sahrocha uy. Mana bu qumga abal suv oqqan tursa, qishloqqa sen qayerdan paydo bo'lding? Albatta men qishlog'idan qaytib kelayotgandim. Men seni topib oldim. Qishloqqa sen adashib qolmadingmi ishqilib? Yo'q, albatta. O'zim shunaqa keldim, men yo'lni bilaman. Qishloqqa qaytadigan. Bo'ldi, meni ham aytib qo'ya olasanmi? Uyga birga ham yashaymiz xohlasang. Albatta yashaymiz birga. Yashamoqchimisan men bilan? Albatta, qishloqqa sen ham kirishing mumkin. Mana kir bemalol. Bemalol kirib issiqqa tevlab ketgan bo'lsang, kiramiz. Ichkarini mana mazza yotibman men mana shu uyga. Albatta, ajoyib uy ekan. Menga yoqdi. Yaxshi, qishloqqa endi sen ham dam olishing mumkin bu yoqqa. Yaxshi. Albatta. Sen albatta dam olishing mumkin. Do'stlar, mazza. Keyingi video qanday chiqsin do'stlar? Hamma xayrli kompot bo'ldi.